Lev Tolstoyda shunday bir so'zi bor edi. Aytadiki, agar har bir insonda tanlash huquqi bo'lganda edi, aqli yerda bo'lgan har bir parastav, har bir inson hech o'ylanib o'tirmasdan muhammadiylikni tanlagan bo'lardi degan so'zi. Ha do'stlar, Lev Tolstoyda musulmonligi haqida juda ham kuchli iddaolar bor. Tarixda Hindistonda bir olim payg'ambarimizni hadislardan foydalanib hadislar to'plamini yozadi. Bu asarni o'qigan Lev Tolstoy islom dini haqida kitob yozadi. Payg'ambarimizni hadislaridan foydalanib. Bu kitob 1909-yilda yozib chiqartiriladi va bu kitobning orqasidan juda ham ko'p xristianlar islom dinini qabul qilib yuboradi. Lekin shuni ham eslang, kommunizm dinsizlik g'oyasi-ku. Shuning uchun kommunizmga eng buyuk xatarlardan biri Tolstoyning o'zi va asari bo'lgan. Shuning uchun bu kitobni yo'qotishga harakat qilishgan. Chunki juda ham ko'p xristianlar islom dinini qabul qilib yuborayotgandi. Qanday asoslar bilan yo'qotishga harakat qilishadi? Payg'ambarning so'zlari Qur'oni Karimda keltirilmagan. Qur'oni Karimda yo'qmi, demakki yolg'on ma'lumotlar beryapti degan asoslar bilan bu kitobni yo'qotishga harakat qilishadi. Lekin oradan yillar o'tib, 1978-yilda Ozarbayjonda Ozarbayjon turkchasiga tarjima qilish boshlanadi. Tarjima qilinadi va yozib chiqarishdan oldin vaqtinchalik to'xtatiladi. Moskvaga maktub jo'natiladi. Yozib chiqartirsak bo'ladimi degan. Moskvadan albatta bo'ladi degan javob kelgandan so'ng Ozarbayjon turkchasiga va ruschaga yozib chiqartiriladi. Lekin kitobning nomi hali hamon eski nomida, islom dini haqida. Lekin bu kitob turkchaga tarjima qilinyotganda kitobning nomi o'zgartiriladi. Hazrati Muhammad nomli kitob qilib chiqariladi. Va bugun men bu kitobni o'zbekchaga tarjima qilinganini ko'rdim. Lekin hech kim menga buni reklama qilib bering degani yo'q. Faqatgina izohlarda chalkashliklarni ko'rganim uchun to'g'rilashga harakat qilib video murojaat qilyapman. Va do'stlar, tarixda bir ayol bor edi. Bu ayol islom dinini qabul qilgan, Rossiyada xizmat qilgan adashmasam, lekin uni turmush o'rtog'i Saudiya Arabistonlik. U ayol Saudiya Arabistonda 11 yil yashaydi va Qur'oni Karimni ruschaga tarjima qiladi. Uning orqasidan Lev Tolstoyning musulmon ekanligini shuni aytadi ayol. Lev Tolstoy o'zini musulmon ekanligini doim aytgan va o'lishidan oldin meni musulmonlardek dafn qiling deb vasiyat qoldirgan degan so'zlarini o'sha ayol eslatadi. Va do'stlar, Turkiyadan deport bo'lganlar va universitetda o'qimoqchi bo'lganlar, yetmagandek o'tirmizm olmoqchi bo'lganlar bemalol Smart Edu'ga topshirishingiz mumkin. Deport bo'lganlarni universitet qaytlari orqali deportlarni ochib, o'tirmizm olishga yordam berishadi. Pastga nomerlarni qoldiryapman, bemalol murojaat qilishingiz mumkin do'stlar. Sizlar bilan Milliy izoh Turkiston News bo'ldi. Zero har narsani eng to'g'risini bilishga haqlimiz. Qo'llab-quvvatlash uchun obuna bo'lishni unutmang. Ko'rishguncha.